Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Klimat Center jamoasini kuzatuvchilari, mijozlari, biz bugun mana Navoiy Ittifoq tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerga bitta yaxshi tadbirkor akamiz bizlarga ikkita muzlatgich ombor buyurtmasini bergan edilar. Mana Xudo xolasa bugun topshirib, mana Samarqandga ketyapmiz. 100 tonnalik va 100 tonnalik jami bo'lib 200 tonnalik muzlatgich omborni qurib berdik. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu binoga, muzlatgich omborga qancha sarmoya ketganini videoni oxiriga aytaman. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkita 200 tonnalik xolodilnikka bizlar har bittasiga 15 HP lik sovutish agregatini o'rnatib berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kompressor Xitoy komplektatsiya, restavratsiya bo'lmagan основной kondensatorimizni bizlar 180 talik qilib berdik, chunki mana shu turgan joyi quyosh turadigan, kun bo'yi quyoshga turadigan joy ekan. Shuning uchun kondensatorni katta qilib berdik. Motor mazza qilib qizimasdan ishlaydi. Bunisiga ham shunaqa. Mana bu yerga zavodskoy xolodilnik eshik, ya'ni suriladigan, bittasi chap tomonga ochiladi, bittasi o'ng tomonga ochiladi. Klientning buyurtmasiga binoan bu eshiklarni ham o'rnatib berdik. Ichini siryosi, ya'ni pena-polistirol servis panellari bilan jihozlab berdik. 10 cm lik. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Akamiz uje sabzini bosganlar, soqqani qilyaptilar. Sizlar uchun Xudo xolasa mana shu yerga kelib, video olib, manfaatli bo'lsin sizlarga. Mana bu yerga DD 120 talik 3 pardakli isfaritil Xitoy komplektatsiya qilib berganmiz. Chiroyli montaj qilib, yana eslatib o'tamiz. Bizlarni O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hamma viloyatlarga ustalarimiz, tanish aka-uka hamkorlarimiz bor. Bemalol bizga murojaat qiling, O'zbekistonning hamma hududlariga borib, patkuluj yasab beramiz mana shunaqa sifatli omborlarni. Biz mana hozir ko'p kirib chiqdik. Mana bu kamera uje eshik ochilib yopilganda mana kamera ishlayapti. Mana bunisi uje damni olyapti, o'chdi. Mana bu yerga ham kirishingiz mumkin. Bu yerga ham mana shunaqa zavodskoy penopoliuretan xolodilnik eshikdan suriladigan xolodilnik eshikdan qilib berdik. Mana bu ochilishi. Marhamat, kirishingiz mumkin. Bu yerga ham uje tadbirkor akamiz sabzini bosganlar. Do'stlar, hammalaringiz bilaman, intizorlik bilan narxlarni kutib turibsizlar. Mana shu xolodilnik omborimizga naqd 220 million so'mlik sarmoya kiritildi tadbirkor akamizdan. Mana hammasini patkuluj ustalarimiz kelib, patkuluj yasab, montajlab ketdilar. Ularga ham mana shunaqa 100 tonnalik, 50 tonnalik, 100 tonnalikdan 1000 tonnalikgacha muzlatgich omborlar kerak bo'lsa agar O'zbekistonning istalgan hududlariga borib montaj, patkuluj topshirib kelamiz. Bizlar bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Sifat garantiyasini polni qilib beramiz. Sizlar bilan Klimat Center Samarqand.